Assalomu alaykum hurmatli teleko'rarmanlar. Har qanday jamiyatning ijtimoiy siyosiy hayotining rivojlanishida islom dinining alohida rol o'ynaydiganligi ma'lum. Bo'libmi oilaviy turmush sharoitida o'zaro samimiy munosabatlarning shakllanishidagi, adab-axloq prinsiplarining qalblanishidagi uning o'rni bo'lakcha. Qozog'iston konstitutsiyasining elimiz fuqarolarga bergan diniy erkinliklaridan foydalangan holda Uyg'ur qarinlarining jamiyatlik birlashmasimi Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasi bilan birlikda faoliyat olib berayotmoqda. Moshundan 3 oy ilgari Cumhuriyetlik Uyg'ur etnomadaniyat markazi yenida qurilgan Uyg'ur maktablariga hamkorlashish shtabi o'zining navbatdagi uchrashishini Qadam televideniyasining huzurida aynan shu qarinlar jamiyatining bir qator vakillari Cumhuriyetlik Uyg'ur Ovozi gazetining bo'lim muharriri, filologiya fanlarining nomzodi Shamshiddin Ayyupov riyosatchilik qilgan mazkur uchrashishda dinning adab-axloq prinsiplarini tarbiyalashdagi, milliy urf-odatlarni saqlashdagi roli, ona tilini bilishning diniy e'tiqod ham diniy ta'limot bilan bo'lgan zich bog'lanishi, ona tillik maktabda bilim olishning afzalliklari, milliy ma'rifni saqlab qolishning zarurligi haqida ochiq munozara bo'ldi. Qani undaqda uchrashishning tafsiloti diqqatinglarda bo'lsin. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli qarimlar, bugungi uchrashishimizga xush kelibsizlar. Endi bugungi uchrashishning maqsadi ham qilinayotgan ishlar to'g'riliq tafsilotni shu shtabning raisi, Turan dunyosi Turkiya xalqlar madaniyati fondining mudiri Karlin Mahberovga beraylik. Marhamat Karlin. Assalomu alaykum, hurmatli qarimlar, do'stlar. Endi o'zingizlarga ma'lum, 3 oy burun Cumhuriyetlik Uyg'ur madaniyat markazining yanida Uyg'ur maktablarining hamkorlik shtabi qurilgan. Hozir shu birinchi kundan tortibla mahallalarga berib maktablarni aralab chiqdik, 62 mahalla. Shu maktabning mudirlari bilan, muallimlar bilan, ota-onalar bilan ko'rishdik. Shu mangash shtablarni qurishga ishni harakatga tutdik. 62 shtab qurildi. Hozir shu viloyat bo'yicha Olmutning shahrining ichida umumiy soni odamlarning azmush maktabning shtabda ishlayotganiga 500 ga yaqin odam pidoylanmayapti hozir. Uning yoshlar, yigit boshlari, xonim qizlar, oqsoqollar, mahalla aktivistlar 500 ga yaqin odam hozir harakatda hozir. Muallimlar, maktabning muallimlari mevcut. Endi bugun sizlar bilan ko'rish kunimiz shu bizning millatning tariximizda, xalqimizning tarixida o'tgan asrda milliy ma'rifning oldida tug'an diniy zotlar. U Qashqarda Abduqodir Damullam, Turpanda Ro'zmuhammad Damullam, Aqsuda Abdullam Damullam degan kishilar o'z vaqtida shu yangi maktablarni ochib, xeyli harakatlarni qilgan. Uning o'zining turayotgan shaharlarning sirtida, ya'ni shu G'uljuga kelib, Abduqodir Damullam Musaboyevlarni, cho'ng qarxonchilarni shu masalaga, shu ideyaga keltirib, shu milliy maktabni taraqqiy yo'liga qo'ygan diniy zotlar bo'lgan. Shu uchun ular bizning xalqimizning tariximizda ularning otlari oltin harf bilan yozilib chiqdi. Vaqtning o'tishi bilan shu Sovet davridagi ideologiya bo'yicha eliqi diniy o'pimdab, eliqi shu ishlar chekinish yuz berdi. Biroq vaqtning o'tishi bilan Qozog'iston o'z mustaqilligini elib, hamma mechitlar ochilib, shu jamoatning ichida bir nazar, bir to'y bizning diniy zotlarsiz o'tmaydigan bo'ldi hozir. Demak, bu bir eliqi o'zining yo'liga tushgan bizning minglagan yil burun qabul qilgan muqaddas islom dinimizni shu kamgacha shu Qur'on kitobining yoziqda eng asosiy birinchi so'zlarning biri so'zi o'qi. O'qi degan u Qur'onni o'qish mumkin, ma'rifmi, uning ichiga hamma nima kirdi. Shu uchun biz shu sizlarning oldinglarda shu olimlar bilan, rassamlar bilan, shoir yozuvchilar bilan, boshqa jamiyat to'plar bilan ishlagandek sizlarni taklif qildik. Sizlarga ko'p rahmat, oltin vaqtlarni tepib bu yoqqa kelib o'tirsizlar. Endi sizlar kimning izbosari desanglar, bu yerda shu
aldida Sovet davrida ilqi din yo'q degan vaqtlarda bu yerda mana biz cho'ng hurmat bilan tilga oldigan bizning akalarimiz Zibullo Ajim, Qarim, Saydul Qarim, Abbas Qarim, Zeynabuddin Ajim, nurg'unlagan mushtaq bizning peshqadamlarimiz Sovet davrida qo'rqmay shu dinni saqlab, o'zimizning urf-odat bilan bog'lab turib, ishni mang'uzgan. Shu uchun mushlarning izini besib sizlar, menvatsizlar hozir. Alloh rozi bo'lsin. Shu uchun bugun biz sizlarni suhbatga chaqirgan o'yimiz shu milliy ma'rifimizning atrofida bir fikrlarni qilsak. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulihi seyyidil mursalin. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuhu. Hürmetli qarindoshlar. Hürmetli Qalin aka, albatta yuqorida aytilgandek nihoyat muhim mavzuni qo'zg'ayapmiz. Bugungi kunda bolalarimizni milliy maktablarga to'plash, men o'ylaymanki, bu har qaysimizning vazifasi deb o'ylayman. Bo'libmi biz imom, qarimlar, dindor odamlar, bizning yoshlarimizning, bizning bolalarimizning bilim ma'rifatlik bo'lish bilan birga dilida iymon, Xudoni taniydigan, durust yo'lda mangdigan, shunday bir insofli insonlardan bo'lishini har qaysimiz albatta xohlaymiz. Shu bolalarimizni shunday bo'lishini umid qilamiz. Albatta shunday milliy Uyg'ur maktablariga biz bolalarimizni to'playdigan bo'lsak, shu bolalarimiz shu milliy maktablarda, Uyg'ur maktablarida o'qib, bilim oladigan bo'lsa, men o'ylaymanki, bularningmi shu dinni o'rganishga ko'p fursat bo'ladi ekanda. Nemishki desangiz, afsus, albatta biz hamda hozirgi kunda svetskiy mamlakat yashayapmiz deymiz-ku. Unda svetskiy mamlakat bo'lgandan keyin bizda mamlakat dindan bo'lak. Masalan, biz imom qarimlar berib maktablarga berib dars o'rgizishga ya bo'lmasa diniy bilim berishga o yoqda bizga mumkinchilik yo'q. Biroq dinni biz maktablarda o'rgatmagan bo'lsakmi, o'rgatamaydigan bo'lsakmi, u din degan nima? U din degan faqatla namoz o'qish, ro'za tutish, Qur'on o'qishni o'rgatmaydi. Shunaqa. Dinning eng muhim tarifi bu adab, axloq, tarbiyadir. Ve men o'ylaymanki, shu bizning milliy maktablarimiz, bizning Uyg'ur maktablarimiz mana shu dinni o'ttul o'rgatmaydigan bo'lsa-mu, lekin bolalarimizga, shu yoshlarimizga adab, axloq, yaxshilikni o'rgatadigan bo'lsa, u xuddi shu dinni o'rgatgandek bo'ladi ekanda. Chunki yuqorida aytgandek, dinning eng muhim tarifi bu adab, axloq. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytgan, Allohning oldida eng suyumli inson u go'zal axloq egasidir degan ekanda. Endi go'zal axloq degan nima? Go'zal axloq degan cho'nglarni hurmatlash, ota-onani izzatlash, yaxshilik qil, yomonlik qilma. Bizning urf-odatlarimizga kelsak masalan, urf-odatlarimizning 90%, 99% desak ham bo'ladi, xatolashmaymiz. Bu dinga bog'liq narsa. Dinga bog'liq narsa. Mana bizning maktablarimizda, Uyg'ur maktablarimizda, milliy maktablarimizda bolalarimizga shu urf-odatni o'rgatganlik orqali dinni o'rgatadi deb tushunsak bo'ladi ekanda qarindoshlar. Shuning uchun bizning bolalarimiz agar shu milliy maktablarga boradigan bo'lsa, bilim ma'rifatlik bo'lish bilan birga yana shu adab, axloq, urf-odatlarni o'rganadigan bo'lsa, u keyin shu dinni o'rganishga cho'ng ta'sir bo'ladi, ya bo'lmasa sabab bo'ladi deb o'ylayman. Shuning uchun albatta biz har qaysimiz bunga kuch chiqarib, bolalarimizni milliy maktablarga, bolalarimizni Uyg'ur maktablariga aytadigan bo'lsak, nur ustiga nur bo'ladi deb o'ylayman. Rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli akalar. Shu bizning qarimlar jamiyatini shu o'zinglarning qilayotgan ishlaringizga qo'shilsin deb shu studiyaga chaqirganlarga o'z minnatdorligimizni izhor qilamiz. Albatta hammamiz bir yoqadan kuch chiqarib bu ishni
öz ülüşümüzni qo'shsak, bu ishning oqibati yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Inshaalloh birlik bor yerda barakat bor deydi. Inshaalloh Alloh subhanahu va taolo shu boshlagan ishlarning oqibatini bersin, barakat bersin birinchidan. Albatta boya yuqorida Karlina aytib ketgandek, burungi ajdodlarimiz imom molla damolan bo'lsa-mu, hech vaqtida ma'rifni, ana tilni chatga qo'ymagan, har yaxni birlab mangan. Mushundan hukm chiqadi ekan, din bo'lmaydi, fanni, diniy deb bo'linmaydi asli. Qur'on undaq bo'lmagan ilmni. Hammasi bir. Har bir ilmni elishimiz kerak, o'rganishimiz kerak, rivojlantirishimiz kerak. Shuning uchun mushu o'zimizning millatimizni saqlab qolishida, ana tilimizni saqlab qolishida bizmi dindor kishilar bo'lsin va boshqa sohada kishilar bo'lsin, bu saqlab qolishda har birimizning saqlab qolish har birimizning majburiyati. Bundan burunmi biz qarimlar, imomlar bo'lsin, har bir nazarda demasaqmi, mushu o'qish yili boshlanishning oldida yoz oylarida özümüzün mərasimlərimizdə, nəzir bo'lsin to'ylarimizda bu milliy maktab masalalarini bir ikki o'zimizning da'vatlarda qo'shib o'tib ketdik. Ana tilimizni saqlashning eng asosiy yildizi shu bizning maktablarimiz. Maktablarimizni saqlab qolsak, ana tilimizni saqlab qola olamizda, rivojlantira olamiz. Ham ana tilimizni o'z haqiqiy qoidasi, o'z qoidasi bilan adabiy uslubda saqlab qola olamizda. Odatdagi bunda gap ara biz so'zlasak, nima ko'pincha rus tilidan qo'shib ketadi bizda. Biroq shu maktablarda o'z ana tilimizni maktablarda o'qigan bolalarni u o'z tilini ravon so'zlaydi, adabiy so'zlash o'rganib chiqadi. Ham buning yana foydasi bor. Nurmuhammad qarim aytib ketgandek, o'z tilimizni ravon bilsak, adabiy tilimizni yaxshi bilsak, ko'pincha bizning tillardami arab so'zlar kirgan, ham bizning 41 harf bo'lsa, arab tilida 28 harf, 28 harfning 22 harfi bizning Uyg'ur tilida bor harflarda. Masalan, rus tilini o'rganganlarda q yo'q, n yo'q, h yo'q deganda, bu 22 harf, arab tilidagi 22 harf bizning Uyg'ur tilida borda. Ham arab tilini Qur'on o'rganishnimi bizning ana tilida o'rganib o'qigan bolalarda Qur'on o'rganish o'ng'ay keldi. Chaqon o'rganib oldi. Ham tilimi bir dil o'zlashib ketdi. Yani bu mu bizning alhamdulillah bizning tilimizning arab tiliga yaqinga ham ana tilda o'qigan maktabda o'qigan bolalarning Qur'on o'qishga o'ng'ay bo'lishga yana bir turtki bo'ldi. Mushu jihatdan bo'lsa-mu ana tilda o'rganib keyin Qur'on o'qish ketadi, yaxshi ketib, inshaalloh ota-onalar bolalarni mushunga bersa texim yaxshi. Shundaq niyat bilan bersimi bizda dinimiz nima deydi? Payg'ambar alayhisalom innamal a'malu binniyat. Sizlarning har qanday ishinglar niyatingizga bog'liq baholandi dedi. Mushu hozirgi bolalarni ana maktabga berishga turayotgan ota-onalar mushu niyat bilanmi bolamni birinchidan ana tilini saqlab qolish uchun bermay, ikkinchidan bolam ana o'qishni o'rgangandan keyin Qur'on o'qishni o'rgandi, o'ng'ay bo'ldi-ku deb shu niyat bilan basma savob Alloh subhanahu va taolo shu niyatiga asosan savob yozadi. Shuning uchun inshaalloh mushu tarafdan bo'lsa-mu hurmatli ota-onalar, akalar, hadilar o'z bolalarimizni ana maktabimizga berib, ana tilimizga saqlab qolishga har birimiz o'z ulushimizni qo'shishaylik deb o'ylayman. Rahmat, Yolqin qarim, qani Jamoliddin qarim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz akalar, Karlina aka cho'ng bir ishni qo'lga olibsiz. Xudoyim kuch-quvvat bersin. Bu albatta har birimizning cho'ng bir vazifasi deb o'ylayman. Har birimiz buningda har qanday yerda yordamda bo'lishimiz kerak. Har birimizning vazifasi albatta bolalarimizni bilimli qilish, yuqori bilimli qilish har birimizning vazifasi. Abi o'zingiz degandek Alloh taolo Qur'onda iqro o'qiydi deb bilim oldi deb. Biroq bilim elishdimi birinchi shu o'zimizning millati, o'zimizning tilida o'qitish bolalarimizni Uyg'ur maktablarga berish, o'zining tilini bilgan har qanday odam boshqa tilni tez chapsan o'rganib ketalaydi. O'zining tilini bilmagan odam albatta boshqa tilni o'rganish tez keladi deb o'ylayman. Shuning uchun barliq qarindoshlarimizni shu Uyg'ur maktablarga bolalarni o'zlari yitlab, navar, chavarlarni olib berishni
şahsen özüm sorayman. Şundaqla men özümningmi ballary şu 3 balam ba, 3 balam şu Uyghur mektepte okudu 153. gimnaziyada. Çoğun balam 11'ini bu yıl bitadi. 2 balam şu yerda okuydu. Şunun için her bir Uyghur milletiga men deydiğim ballarımızı Uyghur mekteplerine berip şu mekteplerini qo'llab quvvatlab her birimiz yordamda bo'lishimiz kerak deb o'ylayman. Rahmat Jamoliddin qarim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum ve rahmatullah. Hürmetli akılar, Allah subhanahu ve taala müşahir bir baskan kademlerimizni bereketli kılsın inşallah. Bu çoğun bir iş biz mu kollayımız inşallah kolumuzdan kelgiçe. Endi yuqorida imamlarımız, ustazlarımız biraz sözlerini aytib ketdi. Biz mu şununğa qo'shilamiz inşallah. Endi özüm Məlimizdə biraz nəzir çıraqlarda, toy tükümlərdə deyimiz, itimiz, yigit başla bilə billə. Muşu məsələlərini götürüb, mən hər qaçan özəmniki məsələmni götürmə. Biz 17 bala bob 99-cı yıl bitəgən. Şularınki biri Gülzədəm kriminalistikini bitəgən, əla bitədi də kriminalistikini bitirib, yaxşı yerdə işləv atıdı. Aliyem bilən Alinur işki kızımız pedagogikini umdan bitirip işlevatıdı mektepte savak bervatıdı yaxşı yerlerde işlevatıdı. Biri Baratcan Astana'da oturdu. Biri patpolkovnik aldı komandir patpolkovnik. Endi birleri cihbirelerde deydi ki Uyghur çiftçisi qayda işleysek işlerge bir alam amaydı gelecek yok deydi ki. Bana ben özemdeki klastaki ballarımı misal keltirme elhamdülillah hemisi yaxşı bir adamlar bob yaxşı yerlerde işlevatıdı. Bir çoğun yerlerde işlemişim umdan adamlardan bolup, umdan simyalardan boldu. Özemendi dini müşnak Allah subhanahu ve taala şuna yeteklep küçük vaktimizde müşnak medreselerge nimqib Uygurca mektep birinci bizim klasımız bizden başlangan 89. yılı özem Krasnopolya'da baş imam bolup işlevatıma Talgar rayon boyunca jant jergilikte akbaratlıq nasihat tobu dep şu jant kirmende Talgar rayon boyunca qandaqlı bir məli bolsun şu şey kirələyimiz çünki Uygurca, Qazaqça, Orusça elhamdülillah Allah subhanahu taala'nın ki nimeti bilen sözləyimiz. Şununla endi biz qanaqlı bolmasa Uygurca mektep bitegen o Qazaqçımı oңайырақ bizge oңай elhamdülillah ügünüp ketdik. Ballanım şu tırışıp Uygurca mektepke besek Allah subhanahu ve taala tevekkül qılıp öz ana tilimizni saqlap qalsaq o hem Allah taala'nın ki aldığım çoğun bir əcr savaplığı ilinip qalmız. Allah razı olsun. Rahmet İsmail Qarım. Qani, Yar Mehmet. Assalamu alaikum. Bugünkü şu yığının əzaları, şu Uyghur mağarib, Uyghur məktəblərini qollaş, qüvvətləş ştabı, həqiqətən sizlərin şu qolğa alğan işlərinizə Allah Taala razı olsun. Allah Taala beriketini versin. Şu qoyulğan məqsədlərə həqiqətən şu həmmə cəmiyyət xizmət qıvatqanlar bilan birlikdə şu məqsədki yetişinlərə işini mən ümid qılman inşallah Allah Taala'dan şunu sorayman. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de şuna bir ayet şuna deydi. Ya eyyuhellezine ya eyyuhannasu inna halaqnakum min zekeri ve unsa ve cealnakum şu'uben ve qabaila lita'arafu inna ekramakum indallahi etqakum deb. Bu ayette Allah Taala şu ey insanlar biz sizlarni bir ayaldan şundaq her xil milletler qilib yaratdik. Her xil milletler qilib yaratdik. Şu milletler bir-biri bilan tonuşup bir-birining şu madaniyatiga şunu tonuşup, ügünüp bir-biri bilan shundaq yaxshi taraflarini ügünish uchun deb shundaq aytildi. Sizlarning aranglarda Allah'ның nazarida eng büyük bo'lgan, eng hurmatlik bo'lgan u taqvodorroq, ya'ni shu yaxshi inson bo'lganlar deb shundaq oddiy so'z bilan shunday aytsak bo'ldi. Ya'ni Alloh taolo shu Qur'on Karimda ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni shu sahobalar degandek,
Yani şu Kur'an ayetleri de bolsun, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri de bolsun. Yani her kandak bir mevzu bolsun, kandak bir insanın hayatıga alakadar bir mesele bolsun. Onu çokum şu Kur'an-ı Kerim'nin ayetlerinde, hadislerde eğitilip ketken, bu taşlanıp kalmagan. Şunun cümlesinden hem de şu her bir millet, yani şu ayette Allah Teala ey insanlar sizlerini şunda her xil millet qilib yarattık degan meselege kelib to'xtasak, yani bu Allah Teala'nın iradesi, Allah Teala'nın şu takdiri, Allah Teala'nın bir hikmeti. Yani her bir millet qilib yaratışının şu Allah Teala adam zatını yaratışta şunda bir hikmet, şunda bir ma'lum bir maqsad qilib her xil milletler qilib yaratganda. Yani muşnundan bir düşünsek boldu ki, yani her bir adamın yani bir milletin bulup tuğuluşunu öz ihtiyarı bilen bolmaydı. Belki o Allah'ın takdiri bilen boldu. Yani hem her bir şu bir vazifeni ya mensep hem de mesela siz şu ştabның reis süpütünüzde mesuliyet bir amanet ne öz boynunuzga algan bolsuzda. Yani meşhedime her bir milletle şu ayetten biz düşünümüz şu Uygur tıl busun, Uygur'un medeniyeti busun, şu Uygur'un yani şu milletke vekillik kılıp özü yaxşı insan boluş gerek. Özü yaxşı insan boluş gerek. Şu özünün yaxşı, yani şu öz milletinin yaxşı taraflarını, yaxşı medeniyetini başka milletlerge tonuşturuş gerekti. Yani bu mesuliyetini ada kılış için o özünün tilini, özünün medeniyetini, özünün tarihini yaxşı biliş gerek. Şunun için aytadi o özünün tarihini bilmegen milletinin keleceği yok deydi. Özünün tarihini bilmegen, yani tarihini bilmegen adam özünün keleceğini kandak o kurup çıkal, yani yaxşı keleceğini bir şunu avat kılalmaydı. Yani bu her bir şu ayetten biz düşündüğümüz şu Uygur tılını bilmegen ya bomsa Uygur şu yani şu tıl arkalık bu tıl pekatla bir şu tıl öz içinde şu yani medeniyet kirdi onunla şunun mdak degende şu milletke has şu dini kirdi. Elhamdülillah biz Uygurlar İslam dininde Müslüman. Şu hemmesi şu tıldı ba. Tıl ne bilmegen adam şu medeniyetini şu dinden şu bir şu özünün özüge has boğan nersini yo'qotgan bo'ldi. Yani o naq degende öz tilini bilmegen Uygur o to'liq Uygur emas desi bo'ldi. Yani bir ma'lum bir prosentga şu qanchalik medeniyetini, tilini, dinini, qanchalik şu hayatida özü mükemmel bilse, şunu mükemmel hayatida qo'llansa, şu derecede şu Uygur bo'ldi. Yani 100% bir yetişke tiriş gerekti. Yani bazı birleri 50% Uygur boluşu mümkün, bazıları 10% boluşu mümkün. Bırak da biz şu amanet, şu mesuliyet, şu ayette itilgandek biz öz Allah Teala şu millet qilib yaratıp başka milletlerge özümüzden medeniyetini, özümüzden tilimizni, özümüzden şu yaxşı adetlerimizni şu tonuşturuş mesuliyetimizni ada kılışımız için biz nima kılışımız gerek? Ballarımızı Uygur mekteplerine verişimiz gerek. Bu yani bugünkü küllükle emas, bizden keleceğimiz, keyinki avlatlar şu milletten saklanıp kılınışı, özümüzden medeniyetimizden saklanıp kılınışı, başka bir milletlerge sınıp yo'qab ketişinin aldığını eliş, bugünkü her birimizin şu tanlışımızdan bağlı. Yani başkalar okuyatıdığı boldu, men okumasam mı, men qanchalik ta'sir qilmaydi deb o'ylamash kerak. Belkim men şu özümning bir kichik bir ülüşümni qo'shish orqali şu cho'ng bütün jamiyat
her birisi şunda oylasa, bu elbette şu vaqtida çoğun bir neticelerge yetimiz deb oylayman. Rahmet. Rahmet, Mehmet Qarım. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli aziz qarindoshlar, hürmetli iştirakçılar. Bu yerda hakikaten bir nazuk, hakikaten bir çoğun bir mesele qo'zg'alyapti. Bu bo'lsa ana tilimiz, Uyg'ur tilimiz. Hamda biz Uyg'ur millat bo'lish sifatimiz bilan bu tilni har birimiz jamiyatdagi igidorchilik qilayotgan mayli qarimlar bo'lsin, mayli ticaretçiler bo'lsin, mayli boshqa ziyoli qavmdagilar bo'lsin, hammamiz birikib mushu masalani, bu nozuk masala deb men yuqori deb ketdim. Bu mushu masalani hammamiz igidorchilik qilmasak, igi bo'lib chiqmasak, sahib chiqmasak bu narsaga bu yo'qolib ketadi. Ana til yo'qoldi degan so'z, demak u bir millatning yo'qolishi degan so'z chixiyalada aytiladi. Lekin buningga bu haqiqatga amal qilayotgan qanchaligimiz. Shuning uchun men mushu fursatdan foydalanib, mashada har birimiz qani kelinglar, har birimiz birikib, birli bo'lib, mushu ana tilimizni, Uyg'ur tilimizning o'rni hammamiz bilamiz. Qanchalik boy ekanligini, qanchalik ilmlik, bilimlik ekanligini hammamiz bilamiz. Mushundaq ana tilimizni, xasiyatlik tilimizni har birimiz ega bo'lib, mushuni qaytadan jonlantiraylik. Hamda bugungi kunda bir narsaga dasmiy silish yoki bo'lmasa boshqa tilda aytganda ilm, bilimga, ma'rifatga dasmiy silish bu eng muhim narsa. Shuning uchun ticaretçilerimiz pulumuz bilan dasmiy salsak, ziyolarimiz ilmi bilan yaxshi o'tkir fikrlari bilan, jonli fikrlari bilan ulush qo'shsak, mashuna dasmiy salsak, har birimiz mashuna iyiq chiqsak, shu vaqtda bu millatimiz, ana tilimiz nima jonlanadi degan so'z. Bugungi kunda jamiyatimizda illatlar pek ko'p. Hatta yaqinlarimizmi ko'pinchisi ana tilida bir ma'noliq bir cümleni ifodalamaydi. Bunun nimadan sebebi deganda bu shu ana tilimizning yo'qolib ketishini. Shuning sababidan. Shuning uchun men mushu fursatdan foydalanib mashada har birimiz qani kelinglar, qo'limizni kelgichang har qanday so'rinlarda, har qanday yerlarda nima mushu ana tilimizni saqlab kelishga nima da'vat qilaylik, chaqiraylik. Diqqat qilib tinglashingiz uchun rahmat. Rahmet Nuriddin. Hürmetli qarımlar, yani aytilgan fikrlar bo'lsa, marhamat. Biroq men o'ylaymanki, bugun nihoyat yaxshi mazmunli fikrlar aytildi qarımlar tarafidan. Endi vaqtni biroz berib qolibdi. Shuning uchun shu uchrashishimizni yakunlash uchun yakun so'zni shtabning raisi Karlin Mahberovga bersaqdim. Rahmat Jamshidin. O'z vaqtida Sovet davrida biz chelaklarga pat-pat baratdik. U yerda Ilhon Qarim degan bir kishi bo'lgan o'z vaqtida. Shu kishi deydigan. Endi men undan keyin vaqt o'tgan bilan bildim bu qayerda bu jumladan olgan bu Ilhon Qarim. Bilimlik adam bir uchumlay deb qo'yadi. Shuning bilan men shu vaqtda o'yladim, bu nima qandoq deydi bilimsiz adam bir uchumlay. Undan keyin Yusuf Xasqajibni ilk Qutatqu bilikni o'qigandan keyin shu Misra bakaviyada. Unga o'ylasam, bilimsiz adam bir uchumlay degan, ilk bilimsiz odamdan nim qilaman desam, shuni qila olsa, kin yasamsa, taxsi yasamsa, yana birim yasamsa, qayerga nim qilsang, shuni qila olsan-da bu odam. Bilimlik undaq yo'l qo'yib bermaydi-ku. Uni oq, uni qara, o'sha arilib nim qila oladi-ku. Shu uchun ilqi bilimni bo'libmi o'zini ana tilda topgan bolalarimiz ish qachon hech kimning qo'lida bir uchumlay bo'lamaydi. Qozog'iston hukumatiga rahmat. Mushu kamgacha mushu bizning millatning sonidan ko'proq xalqlar bor bu yerda. Ukrainaliklar bor, boshqalar, tatarlar bor. Biroq milliy maktablarimizni mana bizning qarindosh xalqimizga qurib ketdi. Soniga qaramay özünün yaqin qarindosh ko'rib, mushu o'zimizni milliy ma'rifimizni mushkamga saqlab kelyapti. Milliy maktablarimizni, san'atda mana oltin beshigimiz bo'lgan Uyg'ur teatrimizni, matbuotning Qarvon beshi Uyg'ur ovozi turdi.
Demek, moşunu hemen yaratpagan Қазақстан hükümeti. Şu için bizim prezidentlerimizge, şu yukarıda oturan rehberlerge köp rahmet. Biz şu ştabның heyet azalları bizim Uygurlarla terkip tapkan ştab emas. Uygur'un ayasıda Taşkar Yezid'de ştabның başlığı Kazak kızı. Dinara degan kız özü Uygur'un kelini 3 balısını Uygurça okuttu. Ketmen'in kızı. Tünügün bir xabar geldi Uygur rayonundan şu çoğuncu turduğan Orus kızı Uygurlarga kelin özünün balısını Uygur'a berdi. Endi onu biz buna akşamla anlagan gap, şu için biz texi atlını tapamadık. Etini tapımız, biz ona çokum onu yurtuşumuz gerek. Orus kelini, Orus kızı özünün balısını Uygur mektebiga berdi. Bu demek bir oylaydigan ya. Onun diken şu özümüzün şu Қазақстан müstakillik algan yağı şu dini yolga xeyli keng yollarını koyup bergen. Şu vaqtida bazı adamlar modaga aylangan ishtek qilib da buni. Bir qitim bir yerda men ko'ginim bir yosh bola emas, biz bilan bizning kichik kerak. Shundaq zilzivar bilan Qur'onni o'qidi-da. Men hayron qoldim. Nima degan chiroyli o'qiydi. Onun için dua qilganda men Uyg'urcha bilmayman dedi-chi. Men aytolmayman dedi. Şunu bilan Nazirdan keyin chiqib men uni so'rdim. Sen o'zing qayerga kelsam, men mayda go'rtda o'sgan. Men dedim, Qur'onni arabcha shundoq zilzivar bilan o'rganibsa, o'zingni ana tilda duo qildigan 5-6 jumlani yodga olamidingmi desam, olamidim dedi. Shundan keyin 1 yil, 3 yildan keyin, yani mening so'zim o'tdimiki, qanday bo'ldi, o'rganib oldi. Demak, başka tilni bilish, biz başka medeniyetni başka tillar bilan cho'ng hurmat bilan tilga olamiz. Biroq o'zimiz shu dunyoga Uyg'ur bo'lib keldikmi, shu dunyoni o'tishimiz kerak Uyg'ur bo'lib. Shu uchun shuni bor persentlarni hukumatimiz, Qozog'iston hukumati bizga yaratib bergan, shuni biz to'liq foydalanishimiz kerak. Endi o'zimizning shu programmaning oxirida biz şu xuddi yazgıçılar, alim, ressamlar bilan shtablarni qurgandek bir javobgar kerak bizga. Bir shtab, şu diniy zatlarning orasida bir shtabni qurib, u bizning tarkibimizda bir shtab bo'ldi. Bugungi uchrashuv nihoyatda mazmunliq o'tdi. Onun bugünkü mazmunluq o'tishiga, ta'sirli o'tishiga mana sizlarniki Uyg'ur qarimlariniki shu milliy maktablarimizga bolalarimizni opirish, jalb qilish, umuman ana tilimizni saqlash, milliy maktablarimizni saqlab qolish bo'yicha o'zinglarniki nihoyatda baholiq o'y fikringlar bilan o'rtoqlashdinglar. Sizlarga ko'p rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Yaxshiliklarda bir-birimiz bilan bag'ash ko'rishgacha sog' salomat bo'laylik. Hammanglarga ko'p rahmat.